Assalomu alaykum, omak do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz yog'och qo'rchoqning sarguzashtisi. Burunqi zamonda ya o'g'li, ya qizi yo'q bir buvay o'tgan ekan. U o'yinchoq yasab turmushini qamdaydi ekan. U yasagan o'yinchoqlar kishilarga xushallik elib kelsa, buvayning turmushi yanada g'urbatchilikda o'tadi ekan. Buvay bir bolasining bo'lishini to'liq arzu qiladi ekan. Bir kuni u bir yog'och qo'rchoqni yasab bo'lishiga bir mo'jiza yuz beribdi-da. Yog'och qo'rchoq birdilla zuvonga kelib, uni "Doda" deb chaqiribdi. Buvay nihoyatda xushal bo'lib ketibdi. Buvay qo'rchoqqa Pinusov deb ism qo'yibdi. Kona paltosini setib, Pinusovga o'qish qurollari elib beribdi. Pinusov maktabda teshik o'qib kelgusida dadasini yaxshi turmushga erishtirmoqchi bo'ldi. Lekin u maktabga borgan birinchi kunila yezi bozoriga o'ynag'ili ketibdi. Pinusov yog'och qo'rchoq o'yinini ko'rish uchun daftar qalamlarni setib bilet oldi. Yog'och qo'rchoqlar uni ko'rib, shovqin-suron silib, potparaq bo'lib ketibdi. Xo'jayin uni tutib oldi. Xo'jayin uningdan "Nemishqa maktabga bormiding?" deb so'rabdi. Pinusov "Ta'tilga qo'yibdi" deb yolg'on aytibdi-kan, burni bir g'irich uzrab ketibdi. Pinusov uzun burnini silab turib, rost gap qilgan ekan, burni yana asliga kelibdi. Yog'och qo'rchoqlar pul yig'ishib, Pinusovga daftar qalam elib beribdi. Maktabda o'quvchilar Pinusovni bakmi yaxshi ko'radi ekan. Pinusov nihoyatda aqlli bo'lg'achqa, muallim o'rgatgan darslarni osonlab bilib oladi ekan. Bir kuni bir kapsiz bola Pinusovga "Biz o'yinchoq davlatiga berib o'ynab kelayli" debdi. Pinusov ma'qul bo'pti. Ikkisi o'yinchoq davlatiga qarab menibdi. O'yinchoq davlatida hamma yerda o'yinchoq bor bo'lib, bolalar ertagandan kechgacha o'yinchoq o'ynaydi ekan. Pinusov buni ko'rib, xushalligida hammani unutibdi. Bir hazordan keyin o'yinchoq davlatidagi bolalarga uzun quloq o'sib chiqibdi. Ular eshakka aylanib qolibdi. Pinusovmi uzun quloqli eshakka aylanib qolibdi. Bir kuni serik o'mikining xo'jayini Pinusovga ko'zi tushib, uni setib olib, o'yin qo'yishni o'rgatibdi. Pinusov jiq toyoq dumboq dashnom yegandan keyin oxiri o'yin qo'yishni o'rganibdi. Bir kuni Pinusov sahnada o'yin qo'yib o'tib, tomoshabinlar orasida o'tirgan dadasini ko'rib qolibdi. Pinusov shu an hech nimaga qaramasdan "Doda, men" deb varqirabdi. Xo'jayin ochiqida uning putini urib, sundirib etibdi. Pinusov ma'lumot bo'lib qolibdi. Xo'jayin uni bir buvayga setib etibdi. Buvay Pinusovni dengizga tashlab, tunchuqtirib o'ltirib, uning terisida dumboq yasamoqchi bo'pti. Bichora Pinusov suning ostida jon talishib varqirabdi. Bir to'p yirtqich baliqlar uzib kelib, uni tishlashga boshlabdi. Uning go'shti tugab, yog'ichi qilib, suv yuziga laylab chiqibdi. Dal mushu chog'da bir lahang kelib, uni bir yolmoqla yutib etibdi. Pinusov lahangning qorong'u qo'rsiqida ketib etib, oldi tarafdan sham yo'riqini ko'ribdi. Aslida yo'riqda o'ltirgan kishi uning dadasi ekan. Dadasi uni izlab yurib, dengizga tushib ketib, lahangning qo'rsiqiga kirib qolgan ekan. Pinusov dadasini yo'lab, lahangning og'zidan qutulib chiqibdi. Pinusov dadasi bilan qirg'oqqa uzib chiqibdi-da, doda bola ikkisi uyga qarab yo'l olibdi.
Pinosov dadısıga özünün keçirmişlerini sözlep beripdi. Dadısı onunğa topu täni qılmapdy. U özünün qılmışlaryga puşaymon qılıp, mektepden hergiz qaçmaslyk niýetine kepdi. Şuningden keyin Pinosov rast balaga aýlanypdy. U terişip ögünüp, dadysynyň halydan obdan habar apdy. Şundan etibaren dady bala ikkeýlen noýta baxtlyk turmuş geçiripdi. Kiçik dostlar, bugünkü çöçkimiz muşu ýergiçe. Allah'a amanet.